Assalomu alaykum aka-ukalar, birodarlar. Hop, 2025-yil. Bugungi kunimiz 23-chislo, seshanba kuni. O'zimizni qo'ramizdan ana qo'zi qo'chqorlarimiz sotuvga chiqardik, xudo xolasa. Bular qo'zi qo'chqorlar, arashan qo'zi qo'chqorlar. Mana kalla, quloq, yungi juda toza. Tosh, kastak, chistata hamma yog'i kelishgan. Shu qo'chqorda nima bo'lsa hamma yog'i joylashgan. Mana zotga, ishqibozlarga sotiladi mana. Orqalari mana. Boquvda turgan qo'zi qo'chqorlarimiz mana. Ishqibozlariga mana sotiladi mana. Hop, keyingi qo'chqorimiz mana bu ham xuddi shunaqa. Bu ham qo'zi qo'chqor akalar. Bu ham tish buzmagan, ikkalasi ham tish buzmagan. Bu ham tish buzmagan, bu ham tish buzmagan mana. Bunda ham kalla garbanoz, ikkalasi ham kelishgan. Mana. Ikkalasi ham qo'zi. Yungilari, chistatalari toza. Ishqibozlariga mana. Ular bir xilda bo'ylariga keladigan bo'lsa, aka-ukalar bo'ylari 80 dan baland bo'ylari. 82-83 chiqadi bo'ylari. Bu oyog'ini tepaga chiqarib olibdi. Ahamiyat bermaysizlar. Mana. Manzilimiz Qo'shtepa tumani, G'ishmon mahallasi. Ekran ustiga telefon nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telegram nomerlarimiz ham o'sha nomerda, xohlasa. Qo'zi qo'chqorlarimizning narxi aka-ukalar, hop, 7 milliondan kelishtirib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana. Xudo xolasa bundan keyingi soliq qo'ylarimiz bor. Ularni ham sotuvga chiqaramiz. Bemalol ko'rib aloqaga chiqaverasizlar.